Assalomu alaykum barchaga. Siz olgan pijamani necha pulga olganingizni aytganlar diqqatiga. Men 80 ming so'mga oldim. Lekin unaqa pijama olganimdan to'g'risi afsusdaman. Orzuyimdagidek pijamaga erishdim, lekin tez yirtilib ketar ekan u material. Shuning uchun men bunaqa endi pijama umuman olmayman. Olganimdan juda ham qattiq afsuslandim. Atigi 4 kun kiydim xolos. 3 kun 4 kunda yirtilishni boshlab, yirtilib ketdi. Men sizlarga ko'rsataman hozir. Qaranglar, bu umuman uzoqqa yaramas ekan. Darrov yirtilishni boshladi, yirtilayotibdi. Umuman bu material uzoqqa yaraydigan material emas ekan. Ya'ni mazza qilib kiya olmaysiz ekan. Men mazza qilib kiyib yuraman deb oluvdim-da. To'g'risi 80 mingga oldim, lekin bunaqa bo'lishini men kutmadim-da. Olgan kiyimlarim doim uzoq, masalan 1 yilga, 2 yilga, 3 yilga yetardi. Bu umuman unaqa narsaga yetmas ekan. Iplari ham to'zib ketdi. Xullas, men bunaqa bo'lib darrov yirtilishni boshladi. Buni una kiyib mazza qilib kiya olmaysiz ekan. Darrov yirtilib ketar ekan. O'shaning uchun maslahatim bunaqa xohlasanglar yoqsa olinglar bunaqa pijama, lekin tez yirtilar ekan. Shuning uchun men sizlarga maslahat bermayman bunaqa pijama olishni. Unda mana bu ustimdagi material unga nisbatan zo'r ekan. Unaqa tez yirtilmas ekan, cho'ziluvchan yaxshi ekan mana shu ustimdagi. Buni 70 mingga olganman. Bunisi esa 80 mingga tushgan. Mana shuni olgandim. Lekin 3 kun 4 kundan ortmadi. Unga kiya olmadim, bir yirtilib bo'ldi. Endi buni tikib kiyish kerak. Men 3-4 yilga yoki 2 yilga, 1 yilga yetadi deb o'yladim. Chunki har bitta olgan kiyimlarimni men 1 yildan 2 yil, 3 yilgacha kiyaman-da, mazza qilib kiyaman olganimdan keyin. Lekin bu umuman yaramadi. Afsus.